O'zbekiston milliy terma jamoasi Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi ko'k libosda o'ynaydi. Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekiston o'yini oldidan jamoalar rasmiylari ishtirokida uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda OFK vakillari va mahalliy tashkilot qo'mita tomonidan ishtirokchilar o'yinga oid bir qator masalalar, xususan marketing, tibbiyot va xavfsizlik yo'nalishlari yuzasidan tushuntirishlar va eslatmalar berib o'tdi. Vakillarimiz mazkur bahsda to'liq ko'k libosda, darvozabonimiz esa yashil libosda harakat qilishi ma'lum qilindi. Birlashgan Arab Amirliklari ustozi Kosmin Alaruyuning afzalligi shundaki, u futbolchilarni yaxshi biladi. Shuning uchun uning qarashi ularni ekranlar orqali yoki masofadan kuzatadigan boshqa har qanday murabbiydan farq qiladi. Birlashgan Arab Amirliklari sobiq murabbiyi Dr. Abdulloh Musfer milliy terma jamoa bosh murabbiyi ruminiyalik Kosmin Alaruyuning 2026-yilgi Jahon chempionati saralashi 3-bosqichi A guruhi 9-turining o'yinida murakkabligiga qaramay, o'zbekistonlik hamkasbi ustidan g'alaba qozonish uchun zarur vosita va imkoniyatlarga ega ekanligini ta'kidladi. Shuningdek, u jamoaning birinchi o'yinida mag'lubiyatga sabab bo'lgan mudofaadagi kamchiliklarni bartaraf etish muhimligini alohida qayd etdi. U Emirates Today nashriga shunday dedi: "Jamoaning jahon chempionatiga yo'llanma olish imkoniyati va milliy terma jamoa o'yinchilarining imkoniyatlari qo'ldan boy berilmasligi kerak. Chunki jamoaning O'zbekiston va Qirg'izistonni yengishdan boshqa chorasi yo'q. Shuningdek, Qatar terma jamoasi saralashning so'nggi bosqichida O'zbekistonni mag'lub etishni kutish kerak. Bu esa oq liboslilar mundialdagi to'g'ridan-to'g'ri yo'llanmani qo'lga kiritishini ta'minlaydi." Kosmin tomonidan tanlangan futbolchilar hozirda eng yaxshi tayyorgarlikka ega. Birlashgan Arab Amirliklari himoya va hujum o'rtasidagi muvozanatni saqlagan holda o'ynashi lozim. O'zbekistonga qarshi to'p tepish murakkab, ammo jamoa o'zini ko'rsatishi mumkin. Chunki unda yangi ro'yxatga kiritilgan o'ziga xos xususiyatlarga ega o'yinchilar bor. Ularning barchasi kuchli bo'lib, bu o'yinchilar o'rtasida raqobat muhitini yaratadi. Kosminning afzalligi shundaki, u futbolchilarni yaxshi biladi. Shuning uchun uning qarashi ularni ekranlar orqali yoki masofadan kuzatadigan boshqa har qanday murabbiynikidan farq qiladi. Eslatib o'tamiz, Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekiston bellashuvi 5-iyun soat 21:00 da boshlanadi.